Siz hozir miyada mayliqqa qatnashni ham o'ngdan ham so'ldan yondasangiz bo'lamdi deydi. Yo'q. Hem o'ngdan hem soldan yandasangiz bo'lamdi. Bu qatnash qisqanchiligi shu. Yo'q, bunda dem. Siz sol yeningizdagi qatnashni, sol tarafdagi qatnashni o'ng tarafdan yandasangiz bo'lamdi demoqchi ekan. O'ng tarafdan yandasangiz bo'lamdi demoqchi ekan bu yerda. Ma'lumotga qatnash turuvchi quyruq deb deganda quyruqda yansak bo'ldi deb qatnash qisqanchiligi shu tushirganda o'tirdi. Namazim. Qatnash qisqanchiligimi emas. Agar qisqanchilik bo'lsa yandasangiz bo'ldi, o'ngdan so'ldan Bo'ldi, mana bo'ldi deydi. qisqanchiligida qildi. Qatnash qisqanchiligidek turdim shu. Bir yo'lnish yo'lda nima ish qilsangiz bo'lmaydi deydi. Keyniga aytsangiz, vaqtliq to'xtasangiz, mashinangizni to'xtatsangiz. Ajoyib. Agarda siz shig'il to'piq yo'ldan chiqqan vaqtingizda kimga cho'qim yo'l berishingiz kerak? A javob o'ngdan va so'ldan kelgan mush asfalt yo'ldagi qatnash vositalariga. B javob o'ngdan va so'ldan kelgan asfalt yo'ldagi butun yo'l ishlatuvchilarga. Javob qatnash vositalariga. Mau konkretlib ketib qolgan qatnash kategoriyasida qaysi turga kiradi deydi. Piyodaga. Agar siz shu saytiga 50 kilometrdan tiz haydab o'tgan bo'lsangiz, masalan 30 yo'lda 80 deydigan bo'lsangiz, saqchi sizning pravongizni tatib ola olamdi deydi, ha yoki yo'q. Birinchi qatim tortamaydi, ikkinchi qatim tortadi. Yani yaxshi. Yo'l berishning tartibi qanday? Yo'l berishning tartibi birinchi bo'lib velosiped, ikkinchi bo'lib mashina, uchinchi bo'lib moto. Agarda arifning ichida o'ng tarafdan kelgan qaysi yo'l ishlatuvchiga yo'l berishingiz kerak deydi. Bir qancha javob to'g'ri deydi. Ot yetilib kelgan odam. Birimiz. Velosiped. Birimiz. Mashina. Birimiz. Piyoda. Yo'q. Kim ya kirib aydisi bo'lmaydi deydi. Snorfit, Bromfit, Speedpedelak. Velosiped, Snorfit, Bromfit, bütün motorlu qatnash vositalari. Qaytib qoldik javoblar. Kim yo'lga kirsa bo'lmaydi deydi. Kim kirsa bo'lmaydi yo'lga hozir? Bromfit bilan Speedpedelak. Snorfit, Bromfit, Speedpedelak demoqchiman. Velosiped kirsa bo'ladi, 3 kirsa bo'lmaydi demoqchiman. Amaliyotda bu belgi Snorfit kirsa bo'ladi, Snorfit. Chunki bu velosiped olan belgisi bo'lsa, velosiped bilan Snorfit kirsa bo'lmaydi deb degandek. Ammo mushno Snorfitni hozir qitib qo'ygani biroz kallamni ilishtirib qo'ydim. Menimcha javob to'g'ri deb qarayman. Shu javob to'g'ri deb turibdi hozir. Bir qancha javob to'g'ri deydi. Piyodalar o'tish yo'lida qaysi yo'l ishlatuvchiga cho'qim yo'l bersiz deydi. Piyoda. Piyoda yo'l beramiz. Ot yetilib ketib qolgan odamga. Yo'q. Velosiped. Yo'q. Meyiplar ve snaydigichi. Beramiz. Konkret yetilib ketib qolgan bola. Beramiz. Siz bir ciddi ahvolda panohlanish yo'lini ishlatsangiz bo'lamdi deydi. Ciddi ahvolda bo'ldi. Kunduzi havo nachar bo'lsa, cho'ng chiroqni yoqsangiz bo'lamdi? Yo'q. Nimani bildirdi deydi, ustidagi chiroq. Javob shu burun bergan cheklashlarning oxirlashganligini bildirdi.
B cevap bu mashina yo'lda haydasangiz bo'lmaydi deganligini bildirdi. C cevap bu mashina yo'lining oxirlashganligini bildirdi. Bana da haydasаңыз bo'lmaydi. Siz 10 ayning 1-kuni Hı hı. miyada bir kimni chiqarib tushasangiz bo'lamdi deydi. Yo'q. Yo'q demoqchimi? Yo'q. Ma at ne deydi soldu deydi. Fakat çimlikta, fakat mashina yo'lda, ham çimlik ham mashina yo'lda. Her ikisida. Hozir ma putingiz bir zaxmlanib, ma tormoz pedalini yaxshi bosolmaysiz deydi-ku. Bo'shroq qolsiz deydi. Mushta bo'lsa yana aytsangiz bo'lamdi deydi. Yo'q. Bo'lmaydi. Ma çimlik yo'lga tabami. Yo'lga Ani yo'lu. Yo'lga taba. Yo'lu tava. Ilqi Ani yo'lu tava emas, yo'lu tava lekin. ani yo'l deganingiz nimasi? Ani yo'l deganimiz halqa mashina mangadigan Mashina yo'li. ha. Men uni mashina yo'li deb tarjima qilmay odatda-chu. Masalan, buni ma'voga shu. Meni ma Rayban degani mashina yo'li, mashina haydaydigan yo'l. Ma Raystrok degani bir mashina yo'li deb tarjima qilaman. Bir mashina yo'li debchu. Shu mushtat chimliq yo'lga taba butun hamma nimaga-chu. Yo'lu tava. Imtihonga banket. Hmm. Banket. Yo'lu tavam deganda, ani yo'lu tavam deganda yo'q deb. Mashina yo'lga tabami desa yo'q deganda, mashina yo'lni ani yo'l debdi-da. Lekin Rayban deb men uni mashina yo'l deb tarjima qilmoqchiman. Rayban mashina yo'li, Raystrok degani bir mashina yo'li debchi. Imtihonga chiqib qoldi, qaysi bir mashina yo'li, qaysi mashina yo'li debchi. Chimliq yo'lga taba. Mashina bo'lganda qaysi sug'urta cho'qim deydi. Qaysi sug'urta cho'qim bo'lishi kerak deydi-chu. Via sug'urtasi. Miyada mashinangizni to'xtatsangiz bo'lamdi. Yo'q. Mana bir qancha javob to'g'ri deydi. Agarda pravongizni 24 soat qisqa cheklayotgan bo'lsa, qaysi qatnash vositasini haydasangiz bo'lmaydi deydi. Hammasini aytsa bo'ladi. Hammasi to'g'ri. Mau siriq lap qilib yonib turgan chirog'ninki ma'nosi nima deydi? Qatnash chirog'idikichu. Javob to'xtang. Ammo agarda siriq chirog'ning ma'nosi nima demoqchi? To'xtang. Agarda to'xtash mumkin bo'lmay qolib qolsa, haydasangiz bo'ladi. B javob to'xtang, haydash cheklangan. C javob diqqat qiling, bir xatarli kesishma yo'li yig'iziga yaqinlashdingiz deganni bildirdi deydi. Lap yonayotgan siriq chirog'ni demoqchi. Unda aloqasi C javob. Siz qachon avtobus bekatidan qo'zg'almoqchi bo'lgan avtobusga cho'qim yo'l yurishingiz kerak deydi. Faqat shahar sirtida, faqat shahar ichida, shahar sirtida, shahar ichida. Shahar ichida. Hozir ma sayohat mashinasi ma yo'lda haydasa bo'lamdi deydi. A javob ha. Shu bus deb xat olsa haydasa bo'ladi. B javob ha, lekin Lane bus deb xat olsa andan haydasa bo'ldi. C javob yo'q. Bu qat'iy bu yo'lda haydasa bo'lmaydi deydi. Lane bus degan sayohat avtobusi degan gapmi? Nima? Lane bus degan nima? Ma'nosi. Mushu bus bilan lane bus yilqi birsi Bunda nima uchun? Birsi to'siq va birsi to'saqsiz, ishda bir nima ekan-chu mashina yo'li. Line bus for it open bar for metfast for in buses of community and promote person. Ya'ni line bus degan faqat
koç avtobus ekanchu, layin bus degani faqat koç avtobusla mansı bo'ldiganchu. Aha. Ama bus degan vaqtda uningda shu koç avtobus, sayohat mashinasi hammasi haydasa bo'ldi deydi. Shu ma'noda, ya'ni agar layin bus deb xato bo'lsa, sayohat mashinasi uningda haydasa bo'lmaydi. Lekin bus deb xato bo'lib qolsa, sayohat mashinasi haydasa bo'ladi demoqchi. Tamam. Shunday bo'lganda, javob shu bus degan xat boslamaydi oldi deb tanlar ekanmiz. Ha. Layin bus olsa bo'lmaydi ekan. Agar men bunda qayrildigan yo'lda bunda keyinchilab haydab qaygan vaqtingizda kimga cho'qim yo'l berishingiz kerak deydi. Hem yo'l qo'llanuvchilarga. Qatnashqa. Biz hozir men avtobus bekitida yuk taq chiqarib tushasingiz bo'lamdi. Yo'q. Hozir men nimaninki simi yaxshi o'ntildimi deydi. Onasining simi. Normalda Sizga chiqqanmidimi savol? juda bir savol chiqqandek esimda bor. Bu manda şekilde bermeydi lekin manda şekilde. Bu xatodek ko'rinadi bu. Asli miyadan daroq Aşağı nima bo'lishi kerak? Xato bu. yo'l berishning tartibi qanday? Yo'l berishning tartibi moto, mashina, oq mashina, qizil mashina. Nima ish qilishingiz kerak miyada deydi. Videoni baştan qo'ydim siz. Sharshidek turanda eshitib o'tib ketdi. Shar ichgan. To'xtab yo'l beramiz. Afran men tormozlayman va avtobusga yo'l beraman. Siz to'xtab, telefon urish uchun bir to'xtadingiz deydi. Chu qaysi xil ahvolda bo'ladi deydi. Telefon urish uchun to'xtabsiz, qaysi xil ahvolda bo'ldi. Ya'ni parkering qildingiz degan gapda hamda shu. Qancha vaqt? 10'daki tövdeki resim. Yo'q bo'lmaydi. Miyada? Beğendim bo'lmaydi. Miyada? Miyada beğendim bo'lmaydi. Yo'l qaraylik. Mashinaning chaqining bismi qanchalik bo'lishi kerak deydi. 1.6. Miyada nima ish qilishingiz kerak? Javob o'ng tarafga haydayman. Javob shu haydagan yo'limda o'xshash nima deydi? Men javob sol tarafga haydayman. Sol tarafga. Ma'lum imtihon cho'qim chiqib qolgan savol. Mashinadan kozupning uzunligi qo'shilib 8 metr. Qaysi xil ahvolda shu yo'lda haydaversangiz bo'ladi deydi. Birinci resimde Ma'lum? yo'q, sol tarafdaki. Emas. Ondan keyin mushundan bo'ldi. Bu bo'ldi. Agarda mashinangizning ahvoli yaxshi emas ekan, bir texnika xatoliklar bor ekan. Mushta bo'lsa boshqa bir odamni mashinangizni haydab kelsangiz bo'lamdi deydi. Yo'q. Bir moto haydaguvchilar mushta asta ketib qolgan qatnash qistanchiligida tezlik tosh yo'lda boshqa mashinaning oldiga o'tib ketib haydab emas bo'lamdi deydi. Bo'ldi. Bir qancha birla javob to'g'ri. Qaysi xil ahvolda yo'lovchini chiqarib tushasangiz bo'ldi. Siz soatiga 90 km tezlikda haydasangiz bo'lamdi. Yo'q. Siz tuman oq chirg'ini qachon yoqsangiz bo'ldi? Ko'rish 50 metr azab. Ya'ni yomg'irdim bo'lamdi, o'mamda? Yo'q bo'lmaydi. Faqat tuman va qorda 50 metrdan
az dairni ko'rganda. Ma'qul ahvolda nima ish qilsiz deydi. Laba urman, astra qaydayman, darhol to'xtayman. Asta haydayman. Yangi shofir uchun aroq miqdori 0,2. eng yuqori arifning ichida eng yuqori tezlik. 15. Qaysi xil ahvolda yuk to'sh mashinasiga cho'qim yo'l berishingiz kerak? Bilishimiz kerak. Ikkinchi xil beavval. Mashinaning kengligi anga qolganda qanchalik bo'ldi? 155. Keyniga aytsangiz bo'lamdi. Bo'ladi. Qaysi xil ahvolda yo'l ishlatguchi ilqi busturdir, qatnash vositalarini haydovchiga tava deydi. Adam bida, ishkisdi. Bida. Siz birdan 40 o'tganda mishagi mashinangizni to'xtatibsiz-ku, to'xtatish kartini nechaga tangshaysiz deydi. 2 ga. Agarda qarong'uda yana bir mashina chirg'in yoqmagan bo'lsa, siz uningga chiroq urib signal bersangiz bo'lamdi deydi. Bo'ldi. Ilqi ma yo'ldan chiqishdan burun qancha metr burun chiroq ursiz deydi. 600 metr. Ya 300 metr. 300 metr burun uramiz bu. Tosh yo'lda. Nima dechu? Avto vaqtchi? Avto vaqtda 150. 200 metr. 200 metrmi, 150 mi? 200 go, 150 emas-ku. 200 deb bilmayman endi. Normal shahar ichichu. Shahar ichida 100. 100. 300, 200, 100 deb bilmayman, 150 emas-ku. İzdep qana, lekin men 300, 200, 100 deb o'ylayman. Hozir mana qaysi mashina yo'li deydi. Mashina yo'li A. Qaysi bir mashina yo'li deysiz-ku? B. Men mashinaning eg'irligi 2900 ekan, kuzovning 700 ekan. Buni aydash uchun qaysi pravo bo'lish kerak deydi. B pravo. Ma bunda kesishma yo'l yig'izdan qancha metr doirasida mashina to'xtatsangiz bo'lmaydi? 5 metr. Avtobus bekatdan qancha metr doirasida mashina to'xtatsangiz bo'lmaydi? 12. Her bir mashinninki cho'qim shu mashina kimlik nomeri bo'lishi kerakmi deydi-ku. Bunda bir nomer ekan, mashina tasdiq nomeri, kimlik nomeri-ku. Bo'lishi kerak. Har qanday qatnash vositasining cho'qim bo'lishi kerakmi deydi. Tesjil nomeri degan shumi ya? Furtaq identifikatsiya nomeri deydi-ku. Normalda bizning kimlik nomerimizni ishlatamiz-ku, identifikatsiya nomer deb. Lekin bu mashinaning işte bir nomer ekan, har bir mashinaning ayrim bo'lgan-ku. Bu cho'qim bo'lishi kerakmi deydi. Cho'qim bo'lishi kerak-ku deyman menimcha. Manzim bo'ldi. Har qanday bir mashina o'sha ayrim işte bir nomeri. Tesjil kodi deb qo'ygan endi kishilik karti bilan. Bitta savol xato bo'lib qopti. Qarab baqili qani. Ma'noda saqchi siz 50 kilometrdan chiqadigan bo'lsangiz, pravongiz tatas bo'lamdi degan, birinchi qitim tatolmaydi, ikkinchi qitim tatal degansiz. Lekin men tatas bo'ldi deydi-ku shu. Unda birinchi, ikkinchi qitim emas. Bo'ldi. Nimada? Turklarnikida işte chiqqanmidi. Ikki qatim birinchi qatimda tatilishni bo'lmaydi, ikki qatimdan jiqoz tatil oldi deb. Yana qo'ygandim-da. Boshqa kon qarliq shunda da qaraganda ba'zida. Sinor fix, bron fixna kelimsa elishib ketdim hozir-ku. Onu turib turing, hozir qaraylik. Shu men unda birinchi qitim tatolmaydi, ikkinchi tatil deb anglamagan shu. Birinchi qitimdalarmi tatilish ehtimoli bor-ku.
Anda mananda miyada deydi hozir ma taxtini deb qo'ygan, ma taxti nima degan gap? To'q badam tushirib badam chiqarsak bo'ldi, farq qilsak bo'lmaydi. Badam chiqarsangiz bo'ldi. Ammo ostidagi xat nima deydi? Birida 15 kichi, Nima demak bu? Ha. birinchilarda 15-gacha Birinchisidan kichiga degan gapni kelaymi? birinchisidan 15-gacha shu parkering birkimni chiqarib tushirsangiz bo'ldi deydi-chu. Ha. Hozir savol 10-oyning 1-kuni birkimni chiqarib tushirsangiz bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Men yo'q dedim baya. Ha. Xato debdim deydi. Ammo manada bu yaxshi unutilganmi degan gap debdi mavchu. Tamam. Shuma rasmni ancha bek yaxshi ko'rgil bo'lmaydi ekan. Lekin imtihonga cho'qim chiqib qoldim bu savol-ku. Buga yana bir qarab bir nima qiling. Men rostga qilsam hozirgacha buni bek ko'rib o'z ko'zim bilan ko'rib boqmag'achqa. Qanday shaklda unas to'g'ri, ba'zim 100% o'zim jazm qilolmayman-chu. Shunga mushuni o'zingiz bir ko'rib chiqing, chumi? Qanday shaklda. Mayli. Sizga chiqqandek esimda. Sizga chiqmagan bo'lsa, yana birisiga chiqqan ish qilibchi. Shu oldimizdagi bir oy ichida imtihon kirgan vaqtimda to'g'ri unutildimi deb mush savol chiqqan ish qilib. Sizmi yo boshqa birisimi eslaymadim, lekin chiqish. Ma'noda qaysi xil siz az mashina to'xtatdingiz degani ma ahvoldimi bo'ladi hozircha? Farq qilsak bo'lamdi ko'rsam. Parkering qilsangiz bo'laverdi. Velosipedning rasmim yo'q-chu. Hozir parkering qilishni cheklaydigan bir taxtim yo'q. Ya'ni normalda parkerini cheklaydigan ahvolda bo'lmasa, har vaqt yo'lda parkering qilsangiz bo'laverdi-chu. Shu parkering qilsangiz bo'ldi. Ondan 31da ma'noda qaysi xil ahvolda aydaversangiz bo'ladi deganga ustidagi ahvolga qo'ymoqtirgan savol qarang. Yo'l ochiq ekan. Mush yo'lda aydasangiz bo'lamdi hozir. Yo'q bo'lmaydi ekan. O'ng tarafda o'tish kerak qo'yib. Shu bek opdan qaramasangiz qo'ymoqtirgan savolchi. Qarasangiz ya ikkinchi yo'lda ma'nabdi, uchta ma'nabdi deblam. Ma'nus bo'ldi deb o'ylab qolsiz. Welke deel van de weg wordt rijbaan genoemd? C deydi. Rijbaan degan A bo'ladi-ku asli. De C is rijbaan. Iedereen die bestemd is voor de rijdende voertuigen. Deel A heeft geen naam. Bunda emas-ku asli, mavjud qilib chiqyapti-da. Sana bayam ko'rsatib beraysan, deb chiqqandek-da. Buni ma'noda shu Rijbaan mashina yo'li. Bu dorixona Rijbaan. Udulmag'digan davomlashayotgan mashina yo'li deydi. Bu mashina yo'li. Hozir savolda shu qaysi Rijbaan deganga to'g'ri javob, ya'ni Rijbaan haydash yo'li degan vaqtida shu men debdi Rijbaan bestemd is voor rijden met uitzondering is fietspad, fietsprom, fietsstrok horen wil beide. Velosiped yo'lmi Rijbaanga tabi deydi. Strok. Hozir ma'mu Rijbaan deydi-chu. Mushu fietspad, fietsstrok deydi-chu. Velosipedning rasm bor yo'lni, velosiped yo'li deydi-chu. Lekin velosipedning rasmi yo'q, unda qizil yo'lni u chog'da uni fietspad deydi, lekin bundayliqi u nimaga tabi emasga u chog'da. Rijbaanga nima? U chog'da Rijbaanga tabi emasga. Ya'ni fietspad biz hammani velosiped yo'li deb ataymiz-da, bular mush ikkisini ariydi-chu. Yani fietspad degan vaqtida masalan ustida velosipedning rasmi bo'lsa fietstrok. Lekin mana ma'nodagi velosipedning rasmi yo'q, qizil yo'l bo'lib qolsa fietspad debchi. Xuddi raystrok deb mashina yo'lini raystrok degandekchi. Shu qisqasi velosipedning rasmi bor yo'lmi mashina yo'liga Rijbaanga tabi ekan. Rijbaan haydash yo'lga tabi debdi miyada. Yo'liga uzluksiz qilmaymiz masalan. U ham mashina chiqsa bo'lmaydi, uzluksiz bo'lmagan ekan. Hozir mashina yo'lga chiqsa bo'lmaydi.
Lekin şu qatnash vositalari haydaydigan yo'l bu tava debdi. Men mani birinchi qitim ko'rishim rost gap qilsam. Bunda men mashina tanlaytimda. Maningda qaysi prava bilan degani 2900 onxan vaqin maksimum. Az 3600 ni ishib ketdi-ku. Belgrade sebebi minimal noda kombinatsiya Timoxon Raiden. 97 rubis B foldunda ok alıştı. Bu aniqli bo'lmaydi, buning o'zi beprava. Miyada bunda deydi qara. Mashinanızın ağırlığı 2900 ekan-chu. Çetilgan kozupning ağırlığı 700 ekan. Bunda ahvol ostida çetilgan kozupning ağırlığı 750 dan chiqib ketsa, u chaqda beprava bo'lmaydi deydi. Hozir gerçi ikkisi qo'shilib chiqib ketgan bilanmi, lekin kozupning ağırlığı 700 bo'lg'achqa, yana ular bitiplik prava deydi deysiz deydi. Faqatla Acaba anlab bakma. faqatla man normaldagi toplam ağırlık bilan hisoblab o'rganib kelyapmiz-ku, masalan, ko'rishdim shu. Ben bu işte Tamam. şöyle hazır miyada deydi. Şu tamam ilk düşünmeyse işip ketken bilen lekin men kozupning ağırlığı 750 dan töven. Şuna bitiplik prava edesingiz boludu deydi-chu. Ma'ni oldim her bir mashinaning ashtan nomeri cho'qim bo'lishi kerak. Ama 300 metr. Qolgan savollarda nima yo'qdi? Qolgan savollar oson teshmami? Piyodalar yo'ldimas piyodaga, yana bir yo'ldimas nima yetadi? Oson. Shu. Ma'ni oldimi? Astra qaydayman, to'g'ri. Shu